O'zbek tilida biror so'zni ko'plikka aylantirish bu muammo emas. Sababi biror so'zning oxiriga lar qo'shimchasini qo'shib qo'ysangiz bu ko'plikka o'zgaradi. Misol uchun uy, uylar. Endi arab tilida esa to'g'ri va siniq ko'pliklar mavjud. To'g'ri ko'plik biror so'zning oxiriga qo'shimcha qo'shish orqali, ya'ni boshi o'zgarmaydi, faqat oxiriga qo'shimcha qo'shamiz. Siniq ko'plik esa bu yerda sodda qilib aytganda so'z sinib ketadi. Sababi boshi ham o'zgaradi, oxiri ham, o'rtasi ham. Misol uchun to'g'ri ko'plikka misol muslim bitta musulmon bo'lsa, muslimuna bu musulmonlar. Misol uchun tolibatun bu bitta talaba qiz bo'lsa, tolibatun bo'lsa bu talaba qizlar. E'tibor qilsangiz faqatgina so'zlarning oxiriga qo'shimcha qo'shilyapti. Boshi esa bir xil turibdi. Ana endi siniq ko'plikdachi? Siniq ko'plikka misol rojulun bu bitta kishi bo'lsa, rijalun mana ro riga o'zgardi hamda rija bo'lib mat ham qo'shildi va hokazo. Yoki tabibun bitta shifokor, atibba'u bo'lsa bu shifokorlar mutlaqo boshqa so'zga aylanib qoldi. Siniq ko'pliklarni yodlash uchun biz lug'atlarning orqasida ko'pliklari kelgan payti joyida yodlab olishimiz kerak. Sababi buni yasash uchun alohida qoida mavjud emas.